Assalomu alaykum. Sizlar bilan bu qisqa video darsligimizda oddiy, sodda, lekin juda ham muhim bo'lgan grammatik qoidalardan biri an artikli haqida gaplashamiz. Xo'sh, an artikli bitta deb tarjima qilinadi. Sanaladigan birlikdagi otlar uchun ishlatiladi. Misol uchun, a car, an apple. Ammo ko'plikdagi otlar uchun biz ishlata olmaymiz. Ya'ni a cars bu mumkin emas, ya'ni xato hisoblanadi. Keyingisida an apples bu ham mumkin emas. Ya'ni bitta olmalar yoki bitta mashinalar deb ayta olmaymiz. Bu xato hisoblanadi. Biz bilamizki, consonants and vowels. Undosh harflar bor, unli harflar bor. Demak, quyidagilar undosh harflar, mana bular bo'lsa, unli harflar hisoblanadi. Bu yerda an artikli aynan unli va undosh tovushlarga qarab o'zgaradi. Agarda ot so'z turkumi undosh tovush bilan boshlanadigan bo'lsa, unga nisbatan artikl qo'yamiz. Misol uchun, a pen yoki a bowl. Agarda unli tovush bilan boshlanadigan bo'lsa, ularga nisbatan an artikl ishlatiladi. An elephant, an orange. Misolda ko'ramiz. I eat an apple. Ya'ni men olma yeyman. Bundan qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizni kuzatishda davom eting.